Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Aziz vatandoshlar, siz Rossiyada ishlayapsizmi? Hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch keldingizmi? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni tezkor va ishonchli taqdim etamiz. Xususan, registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление xizmatlari va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasini tayyorlab beramiz. Hammasi qonuniy, tezkor va ishonchli. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrant bankomatdan pul o'marmoqchi bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Moskva markazida kirka yordamida bankomatni ochishga uringan shaxs hibsga olingan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Moskva boshqarmasi mas'ul xodimi Vladimir Vasenin xabar bermoqda. Jinoyatchi 1-Tverskiy Yamskiy ko'chasida bank binosiga kirib, u yerda muz sindiradigan asbob yordamida ichida 3.970.000 rubl bo'lgan bankomatni ochishga uringani aniqlandi. Muvaffaqiyatsiz urinishdan so'ng erkak voqea joyidan qochib ketgan, dedi u. Vesensining ta'kidlashicha, politsiya 47 yoshli chet el fuqarosini gumondor sifatida hibsga olgan. Rostov viloyati politsiyasi chet el fuqarolarini firibgarlik yo'li bilan ro'yxatdan o'tkazish sxemasini fosh qildi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy boshqarmasi xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Rostovda ko'plab migrantlar ro'yxatdan o'tgan ikkita manzil aniqlangan. Biroq muhojirlarning registratsiyasi faqat qog'ozda bo'lib, ammo aslida ular u yerda yashamagan. Tergov xabariga ko'ra, sxema 2025-yil va 2026-yillar oralig'ida faoliyat yuritgan. Bu vaqt ichida mulk egalari 146 kishini ro'yxatdan o'tkazgan. Hozirda mulk egalariga nisbatan chet elliklarni soxta ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qonun bunday qoidabuzarliklar uchun 100.000 rubldan 500.000 rublgacha jarima, majburiy mehnat yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi. Bundan tashqari 6 nafar chet el fuqarosi sud qarori bilan Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Yana bir migrant mamlakatda bo'lish qoidalarini buzganlikda ayblanmoqda. Tergovchilar ushbu kvartiralarda ro'yxatdan o'tgan barcha odamlarni aniqlash bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda. Ularning registratsiyasi bekor qilinishi va o'zlari javobgarlikka tortilishi mumkin. Xorijda ishlash davringizda migratsiya agentligi tomonidan beriladigan imtiyozlaringiz haqida bilasizmi? Bilmasangiz videoni ovozini balandroq qiling. Agar siz murakkab moliyaviy ahvolda bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha bir martalik moddiy yordam olishingiz mumkin. Shuningdek, qiyin vaziyatlarda arizangizga muvofiq O'zbekistonga qaytish chiptalari ham olib beriladi. Og'ir kasallik yoki baxtsiz hodisaga uchragan bo'lsangiz, $1000 dan 1,5 AQSh dollarigacha tibbiy xizmat xarajatlari to'lab beriladi. Yashash joyisiz qolgan bo'lsangiz, 30 kungacha hostellar bilan ta'minlanasiz. Xotin-qizlar va ularning farzandlari ham og'ir vaziyatda vataniga beg'araz olib kelinadi. Eslab qoling. Zo'ravonlikka uchrasangiz yoki ishdagi huquqlaringiz buzilsa, sizga advokat ajratiladi va xizmatlari uchun shartnomaga muvofiq $3000 to'lab beriladi. Bundan tashqari noqonuniy deportatsiya, jarima, ushlab turish kabi ma'muriy ishlarda ham huquqingiz advokatlar tomonidan himoya qilinadi. Buning uchun siz migratsiya agentligi va uning o'zingiz bo'lib turgan davlatdagi vakolatxonalariga murojaat qilishingiz kerak. Chet elda ishlayapsizmi? Bizni aloqa vositalarimizni doimo yodda saqlang. 1282 qisqa raqami yoki Telegramda orqali 24/7 rejimda. Huquqiy yordam Uzbot orqali murojaat qiling. Vakolatxonalarimiz raqamlarini post ostida qoldiramiz. Videoni xorijda ishlayotgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Balki unga ayni damda yordam kerakdir. 3-mart kuni Bahrayndagi AQShning harbiy bazasining asosiy qo'mondonlik markazi Eron tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida vayron qilindi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Bahraynning Shayx Iso tumanida joylashgan AQSh aviabazasiga operatsiyaning 14-to'lqini doirasida zarba berilganini xabar berdi.
Bayonotga ko'ra, hujum davomida 20 ta dron va 3 ta raketa qo'llanilgan. Natijada baza hududidagi asosiy qo'mondonlik binosi vayron bo'lgan hamda yoqilg'i baklari yonib ketgan. Mazkur voqea Tehron va Vashington o'rtasidagi Ummon vositachiligida bilvosita yadroviy muzokaralar davom etishi mumkin bo'lgan vaqtda yuz berdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Eron AQSh hududiga ham hujum qilishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Rossiyada birinchi martadan boshlab yangi qonun kuchga kirdi. Unga ko'ra, agar mintaqa migrantlarni yollashga cheklov yoki kvotalar qo'ysa, ish beruvchilar xorijiy ishchilarni ishdan bo'shatish huquqiga ega. O'zgarishlar Mehnat kodeksiga kiritildi. Ilgari xorijiy ishchi faqat federal qonunlar, prezident farmonlari yoki hukumat qoidalari bilan belgilangan sabablarga ko'ra ishdan bo'shatilishi mumkin edi. Endi bunga mintaqaviy hukumat qarorlari qo'shildi. Bu shuni anglatadiki, agar mintaqa yoki hudud migrantlar soniga cheklov qo'ysa, ish beruvchilar bunga rioya qilishlari shart. Mintaqaviy kvotadan oshib ketish katta miqdorda 800 mingdan 1 million rublgacha jarimaga olib kelishi mumkinligini aytgan. Irkutsk viloyati politsiyasi migrantlarni tekshirish uchun keng ko'lamli reydlar o'tkazdi. Tekshiruvlar общепит operatsiyasi doirasida amalga oshirildi. 4 kun davomida politsiya 200 dan ortiq kafe va restoranlarni, taxminan 120 ta chakana savdo do'konlarini, 6 ta oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash zavodlarini va chet elliklar yashaydigan 80 dan ortiq joylarni tekshirdi. Reydlar natijasi 150 dan ortiq chet el fuqarolari ma'muriy huquqbuzarlikda ayblandi. Asosiy qoidabuzarliklar muddati o'tgan hujjatlar, yashash qoidalarini buzish, ruxsatnomasiz yashash, migratsiya maqsadlarida ro'yxatdan o'tishda yolg'on ma'lumotlar berishdan iborat bo'ldi. Eng qattiq choralar 35 kishiga nisbatan qo'llanildi. Sud ularni Rossiyadan deportatsiya qilishga hukm chiqardi. Ulardan 29 nafari majburiy ravishda deportatsiya qilinadi. AQSh Eron Isroil urushi o'zbekistonliklarni ham sarosimaga soldi. O'zbekiston TV Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat yuzasidan bayonot berdi. Vazirlik tomonlarni vazminlikka chaqirib, harbiy, siyosiy hamda gumanitar jihatdan oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli keskinlashuvdan tiyilishga undadi. Bayonotda inqirozni xalqaro huquq normalari asosida siyosiy, diplomatik vositalar hamda o'zaro maqbul muloqot orqali hal etish zarurligi ta'kidlangan. O'zbekiston mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash tarafdori ekanini bildirib, vaziyat tez orada normallashishiga umid bildirdi. Yaqin Sharqdagi urush fonida 48 nafar o'zbekistonlik Doha aeroportida qolib ketdi. Qatar havo hududining vaqtincha yopilishi oqibatida Toshkentga qaytayotgan 48 nafar o'zbekistonlik Doha aeroportida qolib ketdi. Bu haqda mamlakatning Dohadagi elchixonasiga tayanib Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Yaqin Sharqdagi so'nggi voqealar tufayli Qatarda bo'lib turgan 600 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi orasida jabrlanganlar aniqlanmagan. 28 fevral kuni Qatar havo hududining vaqtincha yopilishi oqibatida Toshkentga qaytayotgan 48 nafar o'zbekistonlik Doha aeroportida qolib ketgan. Aviakompaniyalar favqulodda vaziyatlar sabab yo'lovchilarni mehmonxona bilan ta'minlay olmagan, biroq elchixona xodimlari zudlik bilan aeroportga yetib borgan. Muzokaralar natijasida O'zbekiston fuqarolari, jumladan ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'raganlar vaqtinchalik mehmonxonalarga joylashtirilgan. Oyatulloh Ali Rizo Arafiy Eron prezidenti Masud Pezeshkian va sud hokimiyati rahbari bilan birga rahbarlik kengashi a'zosi etib saylandi. Bildirilishicha, Oyatulloh Ali Rizo Arafiy yangi oliy rahbar saylovigacha mamlakatni vaqtincha boshqaruvchi Eron rahbariyati kengashi tarkibiga kiritilgan. Ma'lumot uchun, Ali Rizo Arafiy 67 yoshli, unchalik mashhur bo'lmagan Arafiy davlat muassasalarida tajribaga ega bo'lgan taniqli ulamo va Xomonayning ishonchli vakili. U hozirda ekspertlar kengashi raisi o'rinbosari va saylov nomzodlarini saylaydigan posbonlar kengashi a'zosi. Shuningdek, u Eron diniy madrasalar tizimini boshqaradi. Ekspertlarning fikricha, Xomonay unga muhim lavozimlarni ishonib topshirgani uning byurokratik qobiliyatlariga bo'lgan yuqori ishonchini anglatadi. Ammo u xavfsizlik tizimlari bilan yaqin aloqalarga ega emas.